Azizlar, Rasulimiz alayhissalatu vassalam sevgan sahobalardan edi. 7-hijriy sanada islomga kirgan bo'lsa-da, otasi Husayn keyinroq kirdi. Husaynga odamlar borib o'g'lini islomga kirganini aytganda o'zi xafa bo'lib oldiga kelayotgan edi. Rasulimiz alayhissalatu vassalamning oldida o'g'illari turgan edi, kirib keldi otalari Imronni radhiyallohu anhumolar. Payg'ambarimiz alayhissalom kirdilarda yuzlarida xursandchilik alomati bilina boshladi. Zero u kofir edi, mushrik edi. U janjal qilgani kiryatuvdi. Lekin Rasulimiz alayhissalomning yuzlari nimagadir o'zgardi. Boshqacha tabassumla o'zgardida kiruvdilar, sahobalarga qarab, keksaga joy beringlar, qariyaga dedilar. Haligi odam o'tirdi. O'sha yerdan kirguncha Alloh uni qalbiga iymonni solgan edi. Kirib o'tirdi, iymon arz qildi, iymon qabul qilgandan keyin mana qavmim zalolatda, ya Rasululloh, nima qilay dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom Alloh taolodan so'ra, duo qil. Robbim meni ishimni oson qilgin. Meni hidoyatda qilgin, to'g'ri yo'lga boshlagin, menga yordam bergin deb duo qil deb duo o'rgatdilar. O'g'illari Imron otasi kirganida qo'rqib bir chekada o'tirgan edi. Otasi o'rnidan turgandan keyin iymon keltirib o'rnidan turgandan keyin otasi oldiga keldi. Otasini oldiga. Kirganda mushrik bo'lgan ota endi musulmon edi. Kirganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yomon ko'rgan ota endi Rasulullohning oshiqi edi. O'g'lini iymonga kelganligi uchun g'azabnok ota bugun o'g'liga endi shu holda mehr jo'sh urib turgan edi. Imron keldi-da otasini peshonasidan, qo'llaridan, oyoqlaridan o'pdi. Rasulimiz alayhisalom bu holni ko'rib yig'ladilar. Sahobalar nega yig'layapsiz ya Rasululloh dedilar. Imronning ishidan yig'layapman dedi. Chunki endi u islomiy tarbiya ila otasiga muomala qilyapti. Endi u musulmon otaning qo'llarini rohatlanib o'payotgan edi. Endi u jannat darvozasi bo'lgan otasini oyoqlarini o'payotgan edi. Nima uchun? Chunki bu islom tarbiyasi edi. Bu islomiy muhabbat edi. Hatto Rasulimizning ko'zlariga yosh keldi. Endi mana shu Imron Rasulimiz alayhissalomning suhbatlarida o'tirib, agar tashqarida ham shu holatda yura olsangiz edi, sizlar bilan farishta ko'rishar edi degan holatga tushishlikka harakat qila boshladi. Yillar o'tdi, yillar o'tdi. Alloh bandalarini turli sinovlar bilan sinar ekan azizlar. Imron radhiyallohu anhu shunday chiroyli ko'rinishda ediki, sahobalar ko'rsa havas qilardilar. Alloh shunaqa chiroy bergan edi. Kiyimlarning eng go'zalini kiyar edi. Hatto bir kuni ustiga eng qimmatbaho bir kiyimni kiyib chiqqanda ba'zilar aytdiki, buni bir kiygan mana shu yopinchig'iga bir qavm kiyannadiya dedilar. Shunda Imron radhiyallohu anhu ularga qarab, Alloh menga shu ne'matlarni berdi. Alloh bandasiga bergan ne'matini bandasida ko'rib xursand bo'ladi dedilar. Shuning uchun kiydimman dedilar. Mana shunaqa odam edi, lekin afsus Alloh imtihon qilar ekan, Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu ga Alloh shunday bir kasallik berdiki, shunday bir dard berdiki azizlar, bugun sabr haqida gapirib bunday sabirni eslamasdan ilojim yo'q. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu go'zallikda tengi yo'q, liboslarida go'zal, otasi islomga kirganda quvonib qo'llarini o'pgan Imron hatto biror bir yumshoq joyda yotishni imkoniyati bo'lmasdan bo'yradan bo'lgan namatda shunday yotdi, 30 yil yotdi. Ovqat yeyolmay qoldi. Shu darajaga kelibdiki, hatto odamlar kirsa qo'rqib ketar edi. Uning tanasida biror go'sht qolmadi. Lekin biror marta Allohga shikoyat qilmadi. Biror marta. Bir kuni bir birodari do'sti kirib uni holatini ko'rib yig'lab yubordi. Yig'lab yuborib aytdiki, ey Imron, duo qilsangchi Allohga. Sen shunday bir zotsan, taqvolisan, Allohga duo qil deganlarida yig'lama dedilar. Zo'rg'a gapiryapti. Yig'lama. Holatimdan ajablanyapsanmi? Xavotirdamisan? Bir gap aytaman senga dedi. Ammo buni hech kimga aytma dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning suhbatida bo'lganimda u zot kim mana shu joyda turib shu holatida ushlab olsa edi, uni farishtalar ko'rishar deb aytganlari bor edi. Senga bir sirni aytay.
Men bu joyda yotib Allohdan shifo so'ramayotganimning sababi har kun meni oldimga farishta kelib ko'rishib ketyapti dedi. Men buni hech narsaga almashtirmayman. Har kun farishta kelib ko'rishyapti. Sahoba yig'ladilar va olamdan o'tgandan keyingina bu sirni ochdi. Va hozirga qadar bu keldi azizlar. Demak, mana shu bittagina sahobani hayoti go'zal sabri, muhabbati, sadoqati farishtalarning musohafasiga, ko'rishishiga olib ketdi. Buning uchun albatta kasal bo'lib yotish shart emas edi. Siz bilan biz azizlar shunday bo'lishimiz kerakki, Alloh bergan mana shu iymonda, shu islomda sobit turar ekanmiz. Mana shu joyda olgan ma'naviy, ma'rifiy ozuqamizni o'zimiz bilan birga olib chiqib ketaylik. Men qayerda, qaysi mavzuda suhbat qilsam ham, o'zim uchun ham, qardoshlarim uchun ham, aziz jamoat, yurtu vatandoshlarim uchun, dindoshlarim uchun, hammamiz uchun bo'lsin deb bir nasihatni aytaman hammamizga. Azizlarim, keyingi paytdagi muomalalarimiz, bir-birlarimizga bo'lgan sadoqatlarimiz anchagina pasayib qoldi. Ramazon sabab bugun masjidda yelkama-yelka turgan azizlar, Ramazon sabab bugun Allohning kalomiga quloq solib turgan mo'min ummat, bugun endi bir-birimizni sevishimiz kerak. Go'zal muomala qilishimiz kerak va mana shu bu yerda olgan ozuqa xonadonimizga ko'chib borish kerak. Ajabmaski, siz va bizlar bilan mana shunday bir Imron ibn Husayn radhiyallohu anhuga bergan maqomdan nasib qilsa. Alloh azza va jalla tutayotgan ro'zalarimizni qabul aylasin azizlar. Sabrda, qanoatda turishligimizni Alloh nasib qilsin. Har bir qilingan sabr uchun Alloh ajr berar ekan, mana shu ajrni biz sabr degan hikmatni, sabr degan ibodatni ro'zada o'rganyapmiz. Alloh mana shu sabirlardan qilsin hammamizni. Qur'on o'qiyotgan aziz qorilarimizga Alloh ajr bersin, mukofot bersin. Bugun yurtimizda 1,5 mingdan ziyod masjidda xatm bo'lyapti azizlar. Shuncha qorilarimiz Qur'onni o'qib beryaptilar. Men iltimos qilyapman juda ko'pchilikka, 27-ga o'tar kechasi, Qadr kechasida xatm bo'lar ekan, butun yurtimizda kim Qur'on o'qishga qodir bo'lsa, shu kuni xatm qilib bersinlar. Uyda ayollarimiz, qizlarimiz, ojiza karimalarimiz agar hamma xatm qilsa, bir kunda bir necha minglab odam bir paytda xatm qilib qo'limizni duoga ochamiz ekan. Chunki katta bir jamoat qo'lini qiblaga qaratib ochib, "Ey Robbim" desa, Allohning va'dasi bor. Agar bandasi qo'lini ochib Robbim degan bandani qo'lini quruq qaytargani men hayo qilaman degan Alloh taolo. Zero gunohkor biz. So'raganni uyalamiz. Lekin bir narsani bilingki, Alloh taolo so'ramagan bandasini yomon ko'radi. So'rash kerak. Da'vo Allohni chaqirib, "Yo Rabbim, meni kechir, gunohimni kechir. Oilamga fayz ber, yurtimga barakot ber." Agar bir paytni o'zida men inshaalloh Allohdan so'radimki, keyingi yilga respublikamizdagi hamma masjidda bir xil kunda tugatamiz xatmni dedim. Bu yil o'lgimay qoldik. Allohdan shuni so'rayapmiz. Agar shunday bo'lsa, mana hozir Toshkentda o'zida va boshqa viloyatdagilarni hisoblaganimizda bir kunda Laylatul Qadr kunga xatmonada inshaalloh milliondan ziyod odam qo'limizni qiblaga qaratib duo qilamiz, yuzimizni. Qani shunga endi uylardagi xatmlar ham qo'shilsin. Inshaalloh. Ana bu xatmi Qur'onlarda duosidan keyin yurtimizni barakasini inshaalloh ko'ramiz. Shunday bir baraka beradiki yurtimizga. Shunday bir fayz beradiki, hali bu yurtimizdagi saodat, hali bu yurtimizdagi tinchlik, farovonlik, bu baxtu saodat bundan 100 ming chandan ziyoda bo'lgan inshaalloh. Siz azizlarni bizlarning duolarimiz bilan Allohim duo qilaylik. Ya Rabbi, bu Ramazon oyidagi fayzi barakotni bizga nasib aylagin. Xatmi Qur'onlarga yetkizgin ilohim. Qadr kechalarida qilinajak duolarimizni mustajab qilgin. Gunohlarimizni mag'firat qilgin.
qayerda bo'lsak ham bizni Robbimiz ko'rib turibdi, hisob qilyapti. Bir kuni Allohning huzurida hisob beraman deb taqvo qiladigan mu'minlardan qilgin. Qur'onga muhabbatimizni ziyoda qilgin. Bu masjidda jamoatimizda turganlarni ko'targan qo'llarini Ka'batullohga yetkazgin. Xonadonlarga fayz, barakot bergin. Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.